yuguradi. Sizlar ketdik. Hay. Voy sekin e'tibor qo'lyapsiz. Voy sekin. Orqaga hushyor bo'lib o'tib ketib qolmay tag'in. Hay, astalik bilan sekin. Barakalloh oldiga. Qani, hushyorlik bilan. Ana sheriga qarsaginglar, barakalloh. Sog'lom aka ergashib xizmatinglarda. Yaxshi. Hop, rahmat aka, keyin kelganimizda Kotodorda olib kelaveriga. Aka, endi baribir Kotodorga o'rganib qo'ygansizda. Kotodorda bir tomosha qo'yib turuvdi, ana shunaqasiga yugurib ketyapti-da. Yugurib ketib, arqamachog'iga o'tib, mana bu dorda ikkala tomonidan o'rtasidan o'tib, orqasidan aylanib o'tib ketyapti. Mana bunday tomoshalarni ana shu Instagramda ko'rsalaring bo'ladi. Umidjon pastki chiziqcha polvon deb yozsalaring, ana bu tomoshalarni qo'yib qo'yganman. Ko'rasizlar. Kotodorda qo'ygan tomoshalarini ko'rasizlar azizlar. Tomosha ma'qul kelyaptimi? Nimaga hamma bir-biridan qarizi bordek qovog'ini solib jim turibdi? Qarzi chalinglar bo'lmasam. Qani bormi qarzi? Ey! O, rahmat. Hop, So'g'rob aka bu chalinayotgan qarsiga ham shalapa shulib bo'lib ketibdi. Zerikib qopti. Hop, bu chalayotgan qarsigiylar 60-70 ga kirgan onajonlarda qarsigidan bo'lyapti. Shalapa shulib. Yigitlar ovozi bilan, qizlar ham qiyqirig'i bilan, "Oy, onajonlar, sizlar ham bo'sh kelmaysizlar. Bitta dadil qarsiy bo'lsin." Atrofdagi qishloqlar nima bo'lyapti deganda bir hayron qolsin. Bormi qarsing, qani? Muzika dahlash kerak chetida. Barakalloh. Hop, rahmat. O'zimda xalov olaman sizlardan hali. Hop, aka, qaysi tomoshaga yetib keldik? Albatta o'zingizdan so'rayman. Azizlar, ko'pchilik ko'rgan gruzin yigitlari bo'ladi. O'zlarining raqslari bilan dunyoga mashhur. Bo'lsa bordir. Bizni darvozam gruzin yigitlarini dovda qoldirgan holatda bir qavat tros ustida gruzinchasiga, lezginkasiga olib bir tomosha qo'ysin. Mana bu tomoshalarga o'zlaring baho bering. E'tibor bering ayoqlariga. Darvoza mahoratiga e'tibor bering. Hayya! Barakalloh. Yashasin, yashay. Hay. Qara. Qarsiy bo'lsin, tezobiga ko'ramiz. Hay, yashay. Hay, yashasin, barakalloh. Qara. O'shqador bormi ekamiz? Shoxlari bilan barakalloh, yonbosh shox holati. Jup shox holatini ko'ramiz ekan. Anlatyapti menga ham. Qani? Barakalloh. Sho'r bo'lasiz. Hay. Rahmat. Xo'p, bitta qarsiy bo'lsin, chiqarib bormi qarsiy ana shu yeriga? So'g'roq aka, ergashib xizmatlaringda. Hop bo'ladi.